Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, sog'lomimizda. Bugun sizlarga noodatiy video qilamiz. Bugun qurilish bo'lib turgan obyektga keldik. Ya'ni ish jarayonidan video ko'rsatib o'tamiz. Bugun izolyatsiya qilish, tom qismini izolyatsiya qilish, lambaz uslubida перегородкаlarni izolyatsiya qilish. Xudo xolasa shuni uyingiz uchun qishda issiqni saqlab beradi, yozda buzni saqlab beradi. Undan tashqari qurt qumursqalarni gelishini oldini oladi. Ya'ni sichqon yeydi, ko'pchilikning uchaklarida sichqon bo'lishi mumkin. Shu narsalarni oldini oladi. Batafsil ma'lumotlarni video davomida ko'rasizlar, xudo xolasa. Undan tashqari antibakterialniy bo'ladi. O'zlaringiz ham video davomida ko'rib boraverasizlar. Reklama berishni xohlovchi tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa, meni nomerim 97lik 458 50 bemalol murojaat qilinglar, ajoyib qilib reklama qilib beramiz. Esa videoni yaqinlaringizga tashab qo'yinglar, foydali narsa. Xudo xolasa, like-ni ayamin, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Ketdik boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Karimboy Sabunov kanali muxlislari, obunachilari, xudo xolasa sizlarga bir foydali video ko'rsatamiz qurilish sohasida. Endi ko'pchilik taniydi, boshqa sohalardan ish olib boramiz. Endi xudo xolasa sizlarga Xorazmda O'zbekistonda yangilik, innovatsiyaning zo'ri, buni avvalambir ko'rsatib o'tganmiz sizlarga xudo xolasa. Sezoni keldi, qurilish sohasini boshlayatırsizlar. Agar izolyatsiya qilaman degan donishlariniz bo'lsa, bemalol yer ko'rsatsa sizlarga foydali video xudo xolasa bo'ladi. Batafsil sizlarga xudo xolasa tushuntirib o'tamiz buni. Bo'ldi. Xudo xolasa yana qaqras ish jarayoni obyektning o'zine keldik. Bir chetdan ko'ramiz. Endi bo'ldilarmi yo birinchisimi bu? Yo'q, ber bo'ldi. Bo'ldi bo'ldi. Ava, ber bo'ldi, ikki sloy sapildi. Bu shiperni doğru listiniga urilib ketilaveradi, ha? Ava, ina bir hozir xudo xolasa bu yangilik nechik? Bu odamlarga juda qulay, ham arzon, ham sifatli, ko'p xizmat qilib beradi. Puldan tejidi bu. İqtisoddan tejidi. Birinchidan, masalan, qurilish qilyaptilar-ku. Qurilish qilganda materiallardan tejidi, vaqtdan tejidi, gazdan tejidi, elektr energiyadan tejidi. Bu narsada bunday turib tushunaman. Yana bizlar qadim avval o'ylan solganmiz. Birinchi etaj, ikkinchi etaj aytganmiz. Ikkinchi etajdan og'och bilan bosirib, ustine garbil olganmiz, yekan qo'yganmiz, to'proq tortganmiz, loy urganmiz, uje 5-6 xil mahsulot ishlatganmiz bir uchakni bosish uchun. Hozir beda yine strapil bilan bosilgan, ustine lis urilgan, bizlar lisni izolyatsiya qilib beramiz. Patolog qiladilar bo'ldi. Bir de loy, to'proq, samon, loy demasdan gipsokardon montajim tartib qo'yaveradi, bo'ldi, ha? Albatta. Hozir masalan, ish o'raynak natijnoy tartishim mumkin, gipsokardon ham qilish mumkin. Bu uje 5 xil, 6 xil mahsulotni pulini ham tejidi. Joy nagruzka ham bermaydi. Yangidan energiya tejamkorlik iqtisod qiladi. Ergashingni o'zimiz jo'ramiz, sen siraklab so'ylab tursan demasizlar, o'zimiz jo'ramiz. Men meni savolni berjakman. Hozir nima chekaraman. Ximikat yo'qmi bunda? Odamga zarar narsasi bormi yo'qmi? Qaranglar. Shu taraflardan biz inobat olganmiz. Bu mahsulotni biz favqulodda vaziyatlar vazirligidan laboratoriyasidan o'tirganmiz. SES idorasining laboratoriyasidan o'tirganmiz. Uz testdan ham o'tirganmiz. Bu narsani gos obyektlardan ishlatish mumkin. Davlat obyektlaridan ishlatish mumkin. Masalan, gasından ham neden o'tadi? Gasından ham ruxsatdan o'tadi, polni. Muammo yo'q. Hech qanday hujjatlarida hamma hujjat, laboratoriya hujjatlarimiz bor. Bu narsa antibakterialniy обработка bo'lgan. Bunga hech qanday qurt qumursqa kelmaydi. Bu yonmaydi, issiq sovuq o'tirmaydi, shum bermaydi. Bilsangizlar, qishda lislar ispareniya bo'lib, shuda nam paydo bo'lib, tushirish holatlari bo'lib turibdi hozir. Ko'pchilikda endi bo'lib turibdi. Muammoda bo'lganlar bo'lsa, kommentariya yozib ketinglar, xudo xolasa, sizlarga foydali maslahatlardan beramiz. Like va podpiskalar esdan chiqmasin. Xo'sh, bu narsa 30 yilda 60 yilgacha o'z faoliyatida turadi, ish faoliyatida. Bunga hech qanday qurt qumursqa kelmaydi. Bu tabiiy mahsulot. Allergiya qo'zg'atmaydi. Yashidon obyektlari, masalan, restoran, choyxonalara, to'yxonalara, hamma obyektda bo'ladi bu narsa. Hamma obyektda bo'ladi. Xudo xolasa bir kvartira Urganch shahrining sentrida joylashgan 140 kvadrat metrlik kvartiraning mansardi bu. Maqani aytgani, Olimpiya stadioni yonida ekan bu yer. Obshi mestasam zo'r, hozir joydan bir xato ko'rsataman. Futbolni qiziqadiganlar bo'lsa, gazon ham tayyor bo'libdi endi. Xudo xolasa. Bu yerda biz futbolni qabul qilib boshlaydilar.
Qaranglar, joyni ham ko'rsataman, joyga gap yo'q ekan lekin. Hozir ish jarayoni bo'lib turibdi. Mana bir narsa kilayni sepdilar o'xshaydi. Kilay sepdi. Bu ham kilay. İş jarayoni ketdi-yine. Shuna shu jarayonda ketadin, ha? Necha marta sepiladi shuna? 2 marta sepiladi. 2 marta, ha? 3-4 santimetr kalınlıkta sepiladi bu. Bu tabii yengil bu mahsulot. Yine azı mesela bu joyimizda yo'q yine, bu joyini ko'rsak ham bo'ladi, izolyatsiya bo'lmagan hali. Hozir bunda eho bilan chiqadi ovoz ham. Yine bir de ucu eho başkacha hozir bir yine gruntovka urdi, havordan bu üstüne gruntovka akmasın. Bir de kilay urilgan yine. Hozir obrobot ketib qo'ydi kilay bilan. Bir de doğru görtüsler lis. Hiç sınav yok bir de. Xudo xolasa bir namaz izolyatsiya qiladi. Bir de penoplast uracaklik ko'rganlar. Hava. Penoplast bir de ovoz ham beradi. Jikir ham beradi, issiq sovuqda ajraydi. Uyda plotность bo'lmaydi da. Bu zo'r yapışadı bu. Zo'r yapışadı. Bu общем ne bilirəm boğanmını yine koridorunun ucu ekolları yok. Bu avazdan ham himoya qiladi. İş mesela üçeke yağmur yağamı, kar yağamı, yine bir yanlar ham boğan. Azar yallarda işler ayarları gitti. Endi Ergashbek jo'ra buni puli qiziqdan obunachilarni chasom ekan bu deb bir so'raydilar. Hammasidan o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq deganning. Men o'zim so'rab qo'yaring, shuni pulini chasom bu. Xo'sh. Hurmatli obunachilar, Karimbay Saburov kanali obunachilari. Xudo xolasa bu narsa respublika bo'yicha bir xil senada yuradi. Toshkentdan, Xorazmdan, Qoraqalpoqdan hamma joylarda dillerlar bor. Biz Xorazm dillerimiz. Bu mahsulotimizni kvadrat metri 90 ming so'mdan. 90 ming so'm. 90 ming so'mdan. 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metri. Bir yeri bor. Endi obyomim ko'p, masalan, bizning obyom ko'p bo'lishi mumkin, 1000 kvadrat bo'lishi mumkin, ya 500 kvadrat bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik taklif beradi, bizda obyom ko'p, plan ko'p bo'lib ketadi, shuna skidka etib berasizlarmi deb baribir so'raydilar. Xudo xolasa pastda nomerlarni ham qoldiramiz. Obyektni ko'ramiz, qo'ldan kelgancha xudo xolasa skidka etib, chiroylatib qilib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. O'tgan safar videolarda yoqib ham ko'rsatib berdik buni. Bemalol gelsangiz hozir vaja yo'q bu yerda, ha? Yo'q, ko'rsatib beradilar, bemalol yonmaydi. Yoqib ko'rsatib ham beraveradilar. Hech qanday muammo yo'q. Bu narsa yonmaydi. Bu narsani favqulodda vaziyatlar vazirligining laboratoriyasidan o'tirib ko'pmiz. Ofitsial O'zbekiston Respublikasi favqulodda vaziyatlar vazirligi saytiga girsalar ham bizani protokollarimiz ham turibdi shu yerda. Obrazetslar ham bor. Endi yonmaydi deganda masalan qorayib, natishi mumkin. Puli yonib, ya, nima deydi, qog'oz yoqqanda yonib ketmaydi. Endi bize birovning mahsulotini yomonlanmiz, bu yerda hech qanday masalan ko'p odam pen oladi. O'tgan safar video chiqargan vaqtda yonmaydi debading qarayib ketdi-ku deb yozibdi kommentariyada, baribir deb bu narsani yoqsa qarayadi-ku. Doshni yoqsangiz ham qarayadi. O't degandan keyin bir qarayadi. Masalan, bir narsa bundan ham obraz olib turib yoqish mumkin. Buni iznis darajasi, iznis ya'ni ruschasini iznis yemirilish darajasi deymi yoki olov olish darajasimi 4% tashkil qiladi. 4%. Bu degani buni tarkibida bezarar kilay bor odamning tarkibida. Instagram bir sayt yo'qmi? Odamlar bir ko'rib, navoqqandalik ma'lumot bilishar uchun. YouTube'a, Instagram'a Starboard deb yozsangizlar. Starboard deb hozir. Bormi qog'ozi? Shu qog'ozni ko'rsataylik katalogni. Starboard deb yozsangizlar, ya'ni masalan Starboard degan afzalliklari yozib. Afzalliklari, yana yozuv bor. Starboard deb ishini yozsangizlar, issiqlik, ovoz, yong'in izolyatsiyasi deb chiqadi. Mesela yine bir de perigorodka, lombaz, bam lombaz. Bu yine hazır yine bunda yanıp duruş yine. Yakıp durgan vaqtları. İşkılıp bu mescitlere vurulup tuttu. Mescitlere vurulup tuttu? Mescitlere vurulup tuttu. Çünkü mescitler minbarı listen kılıngan ku. Mescitlere vurulup tuttu. Bu, Xudo xolasa bu Yevropa ötüp ketken bu narsa. Yevropa ötüp ketken. Sebebi bizlere indi girip katırdan bu narsalar. Mesela yine özüme öyüme uruk kopman bu nesine. Lombaz et uruk kopman. Ne deydi? Birinci bıçakını özüne vur. Ağrımasa bir eve vur deydi ki. Aşı deyeni öyümden izolyatsiya qilib kopman. Yani öyünü şumka etiştayım. Bu maşını şumka etiştayım. Endi ava issiqlikni, sovuqlikni kaçırmasın. Shavquna mı yine resmin kemeye eken? Dımzor efekti. Shavquna. Bir telefon numarini ağzaki aytıp koy. Xo'sh, telefon nomerlarimiz 88'lik 602 39 39 50 102 40 60. Hazır
yuqori chiqib balandga chiqsa 90 ming so'm qo'y. Masalan, Pergautga bo'linadigan yerlarda pastda ishlasa ham 90 ming. Ava, lombaz, o'zi общий Farqi yo'q, 90 ming so'm, 90. farqi yo'q. 90 ming so'm. Qalınlıqına gəladigan bolsa, qalınlığı lisa Pergautkalara 3-4, Pergautkalara 3-4 sm uruladi. Agar lombaz bo'ladigan bo'lsa, 6-8 sm qalınlıqda uruladi. Effekti plotnusi 35% buni. Effekti 100% effekt beradi. Hech qanday qo'rqmanglar. Shardam ko'p-ko'p zo'r obyektlarni qilib qo'yibmiz. Bemalol murojaat qilaring, olib borib ko'rsatamiz kerak bo'lsa, obyektlarni ham ko'rsatamiz. O'yindan bir ko'rsatadi, bu yerga gap yo'q ekanligini. Alt joyini egasini hammani qildirib turibdi. Ba'zi eng balandi 3 akni tegib oladi. Ava 7-8 etaj. Tasdan bir ko'rsatadi. Ikkisini oltitagan bir odamni o'zi. İşçilerine görsek severik. Adamlar şu gölgeni kızıktan mı ne? Grunt topkasını buyurdum ya benim. Grunt topkan. Akşam. Bir daha havardan bu. Havardan bu. Neçə gün getədi indi yerga şöyle şu bir. Endi bu obyektimiz səllimini slojrak-ku. Balandda joylashgan. 2 gün getami? Ha? 2 gün getami. Ava işte 140 kvadrat obyektni agar bizlere endi bir sergen zadержка bo'lib olsa, 1-2 turbalar uchaga chiqib ketishi kerak edi. Akşam уже işi mesela 140 kvadrat obyekt işinin bo'ladigan bo'lsa, bir gün, 1,5 gün içinde kılınadi. Uzak maksimal 2 gün. Endi slojisiga qarab da. Bu işlem şu slojisine qarab. Korpus 140 kvadrat bir, he? Bir korpus. Korpus sakaranga 140 kvadrat. Yok yok, bemalol. U o'zi o'chirdi uni. Yine qarama, joyini taxlab qo'ygan. Mansarddan olmagandan joyini ustundaydi. Joyini ko'rsatib turibmaslar. 140 kvadrat ekan. Joyini usti, yani shiprini ham olganlar. Yine mesela UZB'de eho başkaça gördün mü? Ve anda bo'lmasa mening patolog hali yok, başka yok. Bir de u shumka bo'lgan-ku. Sen böyle açıklık. Hali açıklık hech narsa yok edi. Lekin ne yok? effekti o'pishimiz zo'r. Zo'r. Mesela şu bilan yakunlaymiz, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yine bemalol ko'raman desangiz, bir zoomda domni ustundamiz hozir. Stadion yanında, Olimpiya stadionida bilgancha shu yerda ishlatib turibdilar. Uyni egalarining nomerini beradi, xolasangiz bemalol gaplashib ko'raverasizlar. Yine bir yeri boya ko'p odam naves qilib qo'yibdi bilsang. Ha. Ko'chada bir 50 kvadrat. Navesni ham ketadi, ha? Hava 70 kvadrat naves qilib qo'yibdilar. Penoplast ne qilganlar? Plastikdan patolog qilganlar. Ko'rgan bo'lsang, plastikda issiqda g'ijimlab oqib qoladi. Shu narsa ish izolyatsiya bo'lmagani uchun-da. Agar shunday navesdan ham o'sha izolyatsiya qilinsa, plastik 100 yil chidaydi dedilar-ku. 100 yil chidaydi. Bo'lmasa issiqqa chidaydi iloji yo'q. Unda shipirni navesni ustidan urgan yaxshimi, tiyindanmi? Yo'q, navesni tiyindan urgan yaxshi. Oqib qolmaymi? Yomon ko'rinadi. Yo'q. Chotki bo'lib turadi. Zo'r bo'lib turadi. Shu narsalarni endi hozir Bellissimodan qilib qo'yibmiz restoranda. Ular ham shu obraziyat qildirganlar. 3 yil qilib berganmiz. Qish oyida hozir ularga hech narsa yo'q. Ochiq turibdi. Kerak bo'lsa, shu o'rstikla urib qo'yibmiz-da. Plastik baku devorni. İzolyatsiya qilib berib qo'yibmiz. Saltanat restoranda urib qo'yibmiz. Hammadan edi Xorazmda masalan. Katta restoranlardan bemalol murojaat qilaverasizlar. Shu ekrandagi nomerlarga ursangizlar, yana Ergashbekimiz javob beradi. Xudo xolasa, ava qo'llangancha savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar, xudo xolasa. Like va podpiskalardan chiqmasin. Hali ham podpiskaga bosmay ko'rib o'tirgan muxlislar bor hali. Lekin podpiska bosib qo'ysangiz, sizlarga zo'r foydali videolardan chiqarib turishdan Karimboy hech qachon charchamaydi. Xudo xolasa, yana podpiskatsiya bosib qo'yinglar, shu aytganingiz faqat foydali video chiqaramiz. Uning bo'shasi narsa chiqaramiz, xalq uchun manfaatli video chiqaramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar.